Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa anchadan beri YouTube'ga video rolik qo'ydik. Mana nasib bo'ldi. Mana 8-noyabr kuni xudo xolasa mana bugun video qo'yishga bir niyat qildik. Do'stlar, bu ko'rib turgan uyimiz eski sinchli uylar edi. Xo'sh. Fasad qismimiz shu gulxo'y bo'ldi. Однотомный oq 001 travertinimiz, pak so'kilimiz o'sha qop-qora sepib qo'ya qoldik. Alohida e'tibor beraversa devorimizga mana. Devorimizda shunda umuman bitta stik-pistigi yo'q, choklari yo'q. Ulashgan joylari umuman birlinga yo'q. Kimga ayni travertin xizmatlari kerak bo'lsa 95lik 702 1590 ga. Shunga aloqa chiqarasizlar, nasib qilsa. Bir yil endi kech qoldik, noyabr bo'lib qoldi endi. Xudo xolasa erta bahordan zakazlar olaveramiz. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Sizlar bilan Soqqalish kanali admini Lazizbek Hasanov bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.